Antikorrupsiya. O'zbekiston Respublikasiga, muhtaram prezidentimizga, xalqimga sadoqat bilan xizmat qilaman. O'zbekiston Respublikasiga, muhtaram prezidentimga, xalqimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Yine biz ekskavator teyindan kum alıp yüklep turgan holatini yine. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Matkarimov G'ulomni so'raydigan muxlislarimiz yine Matkarimov G'ulom yo'li himoya hududida joy salmaydi, buna aynan ish qo'yibdi. Lekin ish noqonuniy qurilish bo'yicha jarimalar qilinib, sota oshirildi material. Hozir endi kum olib turgan holatini ko'ramiz Matkarimov G'ulomni. Alo. Alo. Hey. Assalomu alaykum, qonunga yaxshimisiz? Suhrob, biz ekskavator tendek chegalar ham olib bo'ldik-ku, G'ulom to'xtatmayın. Hozir ham olib turibmi? Hozir ham olib turibdi, yine mashinalar qatnab yotibdi, 5-6 mashina borib. Apparat bak kamera bor, sen telefoningga ulangan edi kamera. Hozir boraman yana. Apparat o'tirganing, shuni zararni ham chiqaradigan yo'lni aytamiz undagi ekologiya bilan. Yo'q. Tez bor, tez, men ham shu yerda turibman. Yo'q. Antikorrupsiya. Hokimlar bilinglar, men arqonni uzoq qo'yib qo'yibman. Hayda to'xta. Yaxshi, mana endi olgan shuni. Hamma vaqtlarda ham mana bu. O'tiblar olib keldi. Sizlar ham ina ekologiya turgan. Sizlar prokuraturadan bir yere girib kum olmasin, ekin ekmasin degan qaror bor, sud qarori. Endi shuning uchun kamera qo'yapmiz. Rahmat, do'sti. Bundan tashqari hududda men kum asam, men yuqori turuvchi organlara qonun oldida javob beraman. Buni eldida ber. Buni so'raman o'zim. Men kerak. Ish yuzida ijro hujjatlari ijrosi esa ta'minlanmasdan qoldiqda qolmoqda. Uchrashuvda sud hujjatlari asosida chaqirilgan ijro hujjatlarining muddatida bajarilishi, mavjud muammolar, ularni bartaraf etish choralari haqida so'z yuritildi. Shuningdek, Yoshilma aytman size. Amal qara. Aytsin. Yüşede yeri başkalar ham şey yükleşi gerek, men yüklemesem. Başka yüklemesem konda ham yüklemeydi. Ina. Ana shuni tushuninglar sizlar. Islohotlar yo'lidagi eng katta to'siq va g'ov bu korrupsiyadir. Buni dunyo korrupsiya shunday o'z illatki, u xalqning davlatga, konstitutsiya va qonunlarga ishonchiga putur yetkazadi. Barqaror rivojlanish va xavfsizlik uchun jiddiy tahdidga aylanadi. Yurtimizda korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish bo'yicha aniq tizim yaratdik. Alohida qonunlar qabul qildik. Parlament palatalarida mas'ul qo'mitalar tashkil qilganmiz. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha milliy kengash va agentlik tashkil qilindi. Hududiy kengashlar korrupsiyaviy omillarni aniqlaydi, qidiradi, ildizini topadi. Har chorakda kamida bitta sohada korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish, qonun ustuvorligi, jazo muqarrarligini ta'minlash bo'yicha milliy kengashga taklif kiritadi. Bu borada prezident administratsiyasi qattiq nazorat o'rnatishga majbur bo'ladi. O'rgandingizmi? Ishiga tushgan. Hamma yükleşi gerek. Hech kimga qo'rqmay gapirma. Tushundingizmi? Prokurorlar olib turibdi, janob oliylar, tuman prokurorlar. Hala shuni. Ana shu gap uchun jazo qo'llanadi. Hamma şey yükleşi gerek. Men ham yüklemem, başka yükledi, başkalar ham yükledi. Gap bo'ldi. Endi men topshiriq berdim, yana takrorlaman gapni. Erishish uchun avvalo jinoyatchilikni jilovlash taqozo etiladi. Shu bois davlatimiz rahbari tashabbuslari asosida huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash tizimini tubdan yaxshilash bo'yicha ulkan islohotlar amalga oshirildi. Shu xum. Litchilaring davlat raqam belgisi yo'q. 102 urdik telefon. Hozirgina muhtaram prezidentimiz huzurlarida 2025-yilning 6 oyida respublikada kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish, jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish. Kum olmaslik, ekin ekmaslik bo'yicha sud tomonidan taklif ko'rdi. U bo'yicha agar yana girib qonunni ishida etsa, ana majburiy ijroat bo'limi tomonidan javobgarlikka tortiladi. Tushundingmi? Sudning qarorini bajarmasligini uchun. Tushundingmi? Uni muammo emas yoshlar. O'ziga bitta narsa bo'ladi yoki. Kamera qo'yilib turibdi bera, kamera. Yine ekskavator teyindan noqonuniy tildering kum oladi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Aziz Toshpo'latov. Bu Po'lat Bobojonov vaqtimdan beri davom etib turgan holat.
Yine bir yerdeki haramxo'rlik. Hozir 1-2 ursang, ishini tutib bilmadim dedin. Necha yillardan beri. Lekin hozir men u yerdan video etib keldim, shuni tutchaqimi, shu yerdan necha yillar ish bo'lib turganligini. U yerdan chiqib qoldim. Alınan yere qarab, alınan yere qarab. Yaqinda kelib prokuror bolar ekologiya emasga o'rkitibdi ko'mish yer. Kamera qo'yamiz. Almaydi deb ish yeri menga berkitibdi yana. Assalomu alaykum muhtaram prezidentim. Avvalambor bu ishonch va yuksak oliy unvon uchun minnatdorchilik bildiraman. To'g'risi bu unvon men uchun va butun ichki ishlar idoralari xodimlari uchun ham avans va juda ham katta mas'uliyat. Ina. Endi Xoraqa borib ikkat doldurib berdi o kamazimga qaranglar ina. Beydan qaçıp Xoraqa borib kamaz doldurib turdi ina. Urbe 1-2. Yine kum o'g'irlab turgan holatini aytaman 1-2. Gurumsini ach. Sizga va'da beraman butun ichki ishlar idoralari nomidan bugungi sizni bildirgan ishonchni yana bir bora mas'uliyatni his qilgan holatda barcha tizim xodimlari bilan birgalikda 24 soat mahallaga tushib xalqimizni ishonchini oqlash. Assalomu alaykum viloyat 1-2. O'sha Qazaras tumani Kamolat mahallasida kum olish holatini syomka etib turibmiz, kum o'g'irlash holatini. Sudning qarori bor, himoya hududiga kirib kum olmasin degan, ekin ekmasin degan. Hozir syomka etib turibmiz. Bir yillari menga vaqtinchalik foydalanishga berilgan edi. 5 yilda beri noqonuniy kum oladi, men yana ko'rsatib o'tirman. Hozir sizlar bilan yana syomka etib turibman. Ham Kamolat mahallasida 5 yilda beri murojaat etaman, ichki ishlar xizmat tekshiruv o'tkazib, buni kamera qo'yib turibdi. Yo'lda kamera bor, olib turgan yerida kamera bor. Buni yo'q, davlat himoya hudud bu, himoya hudud. Vaqtinchalik ajratib bergan edilar. Xususiy yerim bo'lsa, ne tashlama? Shug'ullanasanmi? Yo'q, sizni murojaatingizni istirashdan qilib turibman, shuni so'rab turibman. Davlati yeri vaqtinchalik foydalanishga berilgan edi. Hozir hamma qum olish urganch bo'yicha qazatdilar, lekin yana bu gunda qum olib turibdi, yana olingan yer. Kim familiyangiz kim? Saparov Quvandiq. Endi hozir yana bir gap aytib o'taylik. Hozir ichki ishlar murojaat tashab berasizlar. Yana menda videosi bor. Xoni kim haydab o'tirganini aniqlab bilmadik deydilar. Ekologiya o'tiradi ishqilib. Kum olingan holati bor deb o'tiradi ekologiya kimligini aniqlab bilmadi deydilar, yapadilar. 5 yildan beri o'sha yapib keladilar. 5 yildan beri. Shunda shogirdlarimlarimiz kum olib turgan. O'zi qumi bir Matkarimov olib turibdi. Biz nomer qaranglar, davlat raqam belgisi yo'q, xonda olib turibdilar. Tushundingizmi? Tushundim. Aytib beringlar darri. Yes. Assalomu alaykum muhtaram prezidentim. Avvalo menga berilgan yuksak darajali unvon men o'ylaymanki ko'p sonli prokuratura organlarining kamtarona mehnatlariga bo'lgan yuksak baho deb bilaman. Buning uchun barcha xodimlarimiz nomidan sizga cheksiz minnatdorchilik bildiramiz. Muhtaram prezidentim, avvalambor prokuratura organlari siz tomonidan amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarni natijalariga qandaydir hissa qo'shgan bo'lsa, u ham bo'lsa, birinchi navbatda sizni tashabbuslaringiz, topshiriqlaringiz, sa'y-harakatlaringiz natijasida erishdik. Yana bir narsani alohida ta'kidlash kerakki, siz avvalambor huquqni muhofaza qiluvchi organlar, shu bilan birgalikda barcha tuzilmalar o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlab, bizga ushbu sharoitlarni yaratib berdingiz. Hozirgi kunda barcha sinovlarga, xavflarga bardosh bera oladigan haqiqiy tizim shakllanmoqda desak, mubolag'a bo'lmaydi deb o'ylayman. Muhtaram prezidentimiz, siz 5-mart kuni barchamizga mamlakatimizni korrupsiyadan xoli qilish bo'yicha Milliy Kengashning kengaytirilgan yig'ilishda alohida topshiriq bergan edingiz. Mana hozirgi kunda Milliy Kengash bilan birgalikda biz bu boradagi topshiriqlarning ijrosini ta'minlashda joylarda ishlarimizni amalga oshirib kelmoqdamiz. Sizni ishontirib aytamizki, biz avvalambor parlamentimiz, hukumatimiz, eng asosiysi keng jamoatchiligimiz bilan birgalikda bu yil yakuniga ko'ra mamlakatimizni maishiy korrupsiyadan xoli hududga aylantirishga va'da beraman. Yana bir narsani alohida ta'kidlashga ruxsat bersangiz, O'zbekiston islohotlarining asoschisi, 3-Renessans g'oyasining muallifi,
sizdek hazrati inson rahbarligida xizmat qilish buyuk baxt. Ushbu baxt va sharafga muyassar bo'lish bizning hayotimiz mazmunidir. O'zbekiston Respublikasiga, muhtaram prezidentimizga, xalqimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Xorazm viloyatida Urganchdan kum alishi taqiqlab tashladilar. Men bu proyektning berib turgan texnik sharti o'zi to'g'rimi? Qonuniy berib turibman deganimdan keyin. Lekin endi buni ko'rishingiz mumkin. Ahmet Karimov xunina turibdi. Xun. Endi buni men bir havolangiz bor. Bir oy bo'ldi bir dam olish etib bir alvadim. Shu aralıkta neçelle kum alınmayı bir de buna qaranglar. Hozir endi ichki ishlar projektiga tirib urdim. Yegan bilan yine geldik dedi. Hava xondirib ekan dedi. Aydamay turibdi ekan dedi. Qaranglar-da. Xondirib ekan, lekin bize yüklemindir qo'yib yegan bilan chetamiz buni dedi. Lekin bir yerdan necha kum alinganligi 5 yilda berdim. Chiroylatib bir harom qo'llik, pola qo'lligi ko'rsatib berdim-da. Buni hozir bize ekskavator yana buni gelganini, videolarni ko'rib beraman, necha yer o'lchaganlarini. Yine iş çekeniz alındı. İşte yo'latik kelib, ishlatib yo'latik kelib olaversam bo'lamadı deb so'radim. Havada verdi. Şu ödem Ahmet Karim bulam. Sen beni alıp bilmeysen ben böyle kırdaşlı çekip yo'la deb turdi. Yanlarında. Lekin so't qarab bu yere girmesin de ya.